Assalomu alaykum. Bugungi mavzu mualliflik huquqi va uning turlari. Mualliflik huquqi himoyasi. Darslikda ko'rsatilgan amaliy ko'nikmalar. Mualliflik huquqi qonunchiligi va mualliflik huquqi tamoyillarining zaruratini tushunish. Dasturiy ta'minotga oid mualliflik huquqining buzilishidan saqlanish usullarini tasvirlay olish. Tarmoqlardagi xavfsizlik masalalarini muhokama qila olish va o'rganib chiqish. Mualliflik huquqi aynan insonlarning ehtiyojlarini qondirish, mehnatini yengillashtirish maqsadida qilingan va yaratilgan mahsulotlargagina litsenziya orqali beriladi. Agar ishlab chiqaruvchi shaxs biror narsani ishlab chiqarishga ko'p vaqt sarflasa, ushbu sa'y-harakatlar katta foyda keltirishini kutadi. Agar ishlab chiqarilayotgan mahsulot biror qattiq jism bo'lsa, bu oson amalga oshiriladi. Mualliflik huquqi qonunga muvofiq intellektual mulkni muqarrar himoyalash. Intellektual mulk bu insonlarga tegishli bo'lgan g'oya va ko'nikma. Biror usulda yozilgan yoki yozib olingan kitob, musiqa, san'at asari va shu kabi boshqa narsalarni himoya qiluvchi qonun mavjud. Ushbu qonun mualliflik huquqi haqidagi qonun deb ataladi. Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishi kompaniya laboratoriyasida o'tkazilishi mumkin. Bu yerdagi olimlarga maosh to'lash, ular foydalanadigan jihozlarni esa sotib olish talab qilinadi. 3D chop etish texnologiyasi asosida original g'oyalarni aniqlash murakkab jarayon hisoblanadi. Kinofilmlarni DVD diskka yozish va ularni sotish jarayonini tahlil qilaylik. DVD disk bu qattiq jism va juda arzon turishi mumkin. Biroq kompaniya filmni DVD diskka joylab, keyin uni sotish ishlarini amalga oshiradi. Dasturiy ta'minot, kitob yoki jurnal maqolasi singari kompyuterda yaratiladi va dastur kodi yoziladi. Shu bois u himoyalanishi lozim. Chunki foydalanuvchilar pul to'lamasdan uni osonlik bilan nusxalab olishi mumkin. Dasturiy ta'minotga nisbatan mualliflik huquqi dasturni ruxsatga ega bo'lmagan shaxs foydalanishidan himoyalash usulidir. Bu dastur, veb-sayt, o'yin va ma'lumotlar bazasiga taalluqli huquqdir. Dasturlarni o'g'irlashga qarshi kurash federatsiyasi FAST Buyuk Britaniyada dasturiy ta'minot sanoati foydalanuvchilari tomonidan mualliflik haqidagi qonunning buzilish kabi holatlarni oldini oladigan tashkilot. Qoidabuzarlar javobgarlikka tortilishi va qo'lga olingan taqdirda ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. FAST shuningdek maslahat va yo'riqnomalar ham taqdim qiladi. Ma'naviy, axloqiy, madaniy va ekologik masalalar. Kelgusi avlodning hayoti uchun zarar keltirmaslik, salbiy ta'sirlarni kamaytirishga intilib, kelgusi oqibatlarning qanday bo'lishini va mahsulot atrof muhitga zararli ta'sir ko'rsatmasligini ta'minlash barqaror yondashuv hisoblanadi. Ekologik masalalar. Quyida loyiha bilan ishlash jarayonida e'tiborga olinishi kerak bo'lgan muammolar keltirilgan. Global muhit ifloslanishiga, sanoat, transport va boshqa yo'nalishlarda yetkaziladigan zararni cheklovchi texnologik materiallardan foydalanish. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish. Qayta tiklanadigan materiallar bular foydalanish uchun tezda almashtirish mumkin bo'lgan materiallar hisoblanadi. Ko'p martalik mahsulotlar qayta ishlab chiqish zaruratsiz takroran ishlatish mumkin bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Savol va topshiriqlar. Internetni nazorat qilish. Internetni nazorat qilish kerakmi? Qaysi saytdan foydalanayotganingizni nazorat qilishning eng oson usuli qator sabablarga ko'ra hukumat istamaydigan saytlarni bloklashdir. Nomaqbul sanalgan axborotga yetaklovchi ba'zi qidiruv so'rovlarini ham bloklash mumkin. Reklamalar qayerdan paydo bo'ladi? Barcha foydalanuvchilar uchun bir xil reklama namoyish etiladimi? Ubuntu nima? Ular o'zini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydimi? Ubuntu qayerdan pul oladi? Bu jarayonda mualliflik huquqi bilan bog'liq qanday muammolar mavjud? Dasturiy ta'minotni xarid qilishda mavjud bo'lgan turli litsenziyalar haqida ma'lumot to'plang. Maktab dasturiy ta'minot vositalaridan foydalanish uchun qaysi turdagi litsenziyaga ega? Qayta ishlangan materialdan tayyorlangan yana qanday mahsulotlarni ko'rgansiz? Diqqat qiling, o'zingiz yaratayotgan har qanday mahsulotni huquqiy, ma'naviy, axloqiy va madaniy jihatlarni hisobga oling. Mualliflik huquqi haqidagi qonunni buzmang. Insonlar maxfiy hisoblangan atama va axborotni topish uchun ijtimoiy tarmoqni monitoring qilishga yo'llanishi mumkinligini bilib oling. Muhokama guruhida, masalan, noo'rin deb hisoblangan kontent belgilari bo'yicha barcha muhokama zanjirlarini o'rganish uchun juda ko'p insonlar yo'llanishi mumkinligini ham o'rganib chiqish lozimdir. Bugungi dars shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.